Hoji bu assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsiz, mashina qadayman sizdan bir ikkita so'raydiganda ish to'xtab turadi endi. Kameraga bexta olib. Hoji bobo endi har safar savol berardik, bu safar savol bermaymiz. Mana shu bo'layotgan ishlar haqida bir qalbingizdagi gapni bizni kuzatib borish do'stlarga ayting. Avvalo assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bu joyda hozir bu bo'layotgan ishlar bu endi ta'riflashga til ojizda bu ishlarni. Bu Alloh taolo avvalo shukrlarga yetkazganiga shukr. Mana kafillarimiz, bu joyda mehnat qilayotganlar, mana shu boquvchisini yo'qotgan oilalarga mana shunchalik yordamlarni qilyapti. Bular Alloh taolo bularning ishlariga rivoj bersin. Nimaiki yaxshi o'ylab yurgan niyatlar bo'lsa Alloh taolo o'sha kunni hammalarini yetkazsin. Biz har doim nima desam bo'ladi, bular tashkil qilayotganlarga, mana qorakaslarga ham rahmat. Alloh taolo hammalarini nimaiki o'ylab yurgan yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh taolo yetkazsin-da hammalarimizni. Rahmat. Ham bo'lmang. Hoji buvamni tanimaganlar tanib olinglar. Namangan shahrini Jo'jaqishloqdan kelib, har seshanba uzluksiz kelib, mana shu yerga qarashadilar. O'zlarini ham do'stlari bor, safarga o'ynagani, dam olgani chiqib qolganda o'rniga o'zini ishonchli odamini ham qo'yib qo'ygan hoji buvam, haligi yetim bolalarning g'amini qilib ketadi-da, shaqa ketadi. Shundaqami hoji buvam? Kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin hoji buvam. Uzr xizmatdan assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Siz kimsiz? Qayerdan keldingiz? Namangandan keldim. Namangandansiz ham? Namangandan epchillik. Namanganda qaysi shahardanmi qishloqdan? Shahardan. Shahardan keldingizmi? Hasharga. Hashar. Nima maqsadda kelasiz aka? Uzr, ammo maqsadni so'raganim. Alloh uchun qo'limizdan kelgancha biz ham shukrlarga yetkazganiga shukr deb. Bemorliklarimiz bor, hojatlarimiz bor. Allohdan so'rab. Alloh shunaqa himmatli kishilarni niyat qilganimizga Alloh biz ham shukrlarga yetkazsin. Biz ham himmat qiladiganlar qatorida qilsin deb. Yurtimiz tinchligi uchun qo'limizdan kelgancha bir xonadonga o'zimizcha bora olmasak ham hech yo'q hissamiz qo'shilsa bir xizmatimiz yetsa Alloh uchun. Subhanalloh. Baqadri xol. Alloh shukrlik yetkazganiga shukr. Ham bo'lmang. Bu yerda Baqadri xol. uzluksiz xizmatga keladiganlar bor, uzluksiz homiylik, kafillik qiladigan. O'shalar haqida ham bir ikki ozim. Alloh qilayotgan xizmatlarni Xudo uchun qilsin. Alloh qabul qilsin. O'ylagan yaxshi maqsadini ato qilsin o'zi. Oxiratlarga zaxira qilsin. Hojatlarni Alloh bersin. Birini bersalar mingni bersin. Himmatlarni bundan ziyoda qilsin Allohim. Ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin Ilohim. Hech bir shu mehr oqibatga ko'z tegmasin. Farzandlarimiz Xudoy shu yurtimiz kelajagi uchun bir ravnaqini qo'shadigan yaxshi farzandlarni Xudo muvaffaq qilsin. Ilohim. Dinimizga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Xizmat qilib turgan hamma yurtboshimizdan boshqa hammalariga Alloh o'zi umr sihat salomatligini, din uchun qayg'urib turganlarga, himmat qilib turganlarga hammasiga Xudo o'zi barakot bersin. Odamdan Xudo rozi bo'lsin. Qancha bo'ldi dedingiz kelayotgan paytingizga? 3 yildingizmi? Biz o'sha karantin paytidan 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bo'ldimi? Voy, Xudo rozi. 5-6 yildan bir xizmatda akamiz. Xudo rozi bo'lsin. Bugun savol bermayman. O'zingizni qalbingizdagi gapni odamlarga aytib bering. Qanaqa holat, bir rohatli holatmi, nima yo'q? Bu ishlar juda ajoyib ishlar. Bu ishga mana kimniki aytsak havas qilib qo'shilyapti. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Endi dunyoga kelibmizki, hamma xayrli ishni harakatida bo'lish kerak. Oxiratda hammamizga foydasi bor buni. Albatta. Endi buni gashti bor, har bitta oilaga kirib berganda o'sha oiladagi holatni ko'rib turib, bitta bolasi xursand bo'lsa, bolasi xursand bo'lsa sizga o'sha yetadi. Bitta xursandchilik sizga yillarga tatiydi. O'sha bitta yetim bolani xursand qilish qanchalik mazza gashti bor, uni ko'rganingizda bilasiz. Shuni har hafta mana ustida bo'lamiz. Xudoga shukr. Xudoyim shu ishlarga yondashtirib qo'yganiga shukr. Ham bo'lmang. Endi yana bir hasharchilar aytyapmiz, mana kelamiz, boramiz deb havas qilganlar bor. Xudo xolasa safimiz bundan ham kengayib, ilohim. ishlarimizga rivoj bersin. Rahmat. Kam bo'lmang. Uzr ishdan qo'yganimga ming bora salomat. Shu joyda eng katta hasharchimiz shu odam. Necha kirdingiz? Endi 65 ga. Endi 65 ga. Har hafta keladi. Har hafta. O'tgan safar bittasi bizga ko'ylab bir narsalar sovg'a qildi, hammaga berdi-ku. Bu safar ham bitta zo'r sovg'a bor dedi. Kimga berishni bilmayman. Musobaqa qilaylikmi dedi. Oxiri Xudo mana shu odamda xayol gap keldi-da. Rahmat. Qanaqaligi sovg'amiz?
Mashinani keldi deb hazillashyapman. Yo, mana buni alinaqa so'g bu narsa eshitasiz. Hojonamga aytasiz. Blendra. Blender bo'lsa kerak, men o'zim ham tushunmayman. chiqarib beradi. So'g chiqaradi, ha o'zbekcha so'z. Mana shu Hojiyadan so'rayapti. ha, mana shu qo'yib turib. Mana shu olib bergan odamni bitta akamiz bergan. Duo qiling hoji bu. Bo'pti. Ilohim umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin, topganiga barakat olsin. Bundan ham boyligi ko'payib, Alloh taolo o'rnini to'ldirib qo'ysin. Qilayotgan ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilib, bardavom qilsin. Ehsonlarini Alloh dargohida hammamizga insof bersin. Mana shu bolalarni ham qilayotgan ishlarini rivojiga bersin. Allohu akbar. Aka, xudo xolsa bu narsangizni to'g'risi kimga berishdi? Kichkinaga beraylikmi, kattaga beraylikmi bilmadik. Oxiri ham uyi uzoq. To'yga borganmisiz? Uyi shunaqa uzoq ekan, rahmatlarga. Uyi ham uzoq ekan, ammo deyarli birinchilardan bo'lib keladi. Bugun kech qolibdimi? Jicha ikkinchi o'rinda ketdi. To'g'ri, ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda Ma'rif akam doim Andijondan keladi. Rahmat, Salomat rahmat. bo'ling, hozir Salomat kam bo'ling. bo'lmang. Ko'p yashang. Ana shuni olib ketasiz endi.